Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada simfonik orkestri tomoshabinlarga unutilmas musiqa kechasini taqdim etdi. 80-90 yillar hitlari nomli ushbu konsert dasturi o'sha davrning turli janr va tillarda yaratilgan eng yorqin retro qo'shiqlarni o'z ichiga oldi hamda tomoshabinlarni musiqiy xotiralar olamiga sayohatga chorladi. Farruq Zokirov 6 davlat xalq artisti, qariyb yarim asr davomida u inson qalbidagi eng nozik tuyg'ularni musiqaga mahorat bilan ko'chira oladigan san'atkor sifatida tanilib kelmoqda. Bugun ham uning qo'shiqlari O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Rossiyada millionlab muxlislar qalbidan joy olgan. Bizning qo'shuqlarimiz, yallali qo'shuqlari ham o'sha 80-90 qolaversa 70-80-90 va davomi bilan muxlislarni yaxshi ko'rgan qo'shuqlari desak, bunga nima yetsin? Ijodkor uchun juda katta baxt. Rahmatli Botir akam o'sha 50-yillarning oxirlarida estradni orkestr tashkil bo'lganda repetitsiyaga o'tirib, voy bitta qora ko'z orkestrda qatnasharmikin degan orzu-havoslari. Endi o'sha orzu-havoslar qarang, qanaqangi amalga oshib, qanaqa darajada bo'lyapti. Konsert zalida 80-90 yillar hitlarini sog'ingan, shu kuylar orqali yoshlik xotiralariga qaytishni istagan tomoshabinlar yig'ilgan. Ela kayfiyatim. Yoshligimga qaytganday bo'ldim. Juda yaxshi konsert. O'sha paytlarga qaytib kelgandik. Konsert juda ham zo'r, a'lo darajada. Bugun o'zi turmush qurganimizga 34 yil bo'ldi. Shuni sovg'a qildilar xo'jayini. Kechaga start Farruq Zokirovning betakror ijrosi bilan berildi. Dastur esa yosh xonandalar tomonidan davom ettirilib, sahnada Bonnie, Whitney Houston kabi jahon yulduzlarining mashhur qo'shiqlari, shuningdek, Yalla guruhi, Laylo Aliyeva va boshqa o'zbek san'atkorlarining nostalgik kompozitsiyalari yangradi. Arslon Umarov, Muhammadali Mamajonov, Doston Eshpo'latov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.